Hurmatli obunachilar, mana bunday toza rossiyskisini qidiryapsizmi? Xudo xolasa inshaalloh Abdurauf do'stimizga yetib kelgan bularni ma'lumotlarini berib borishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum So'roy bozorining qadri baland qadrdonlari, aka-uka, do'st birodarlar, hojata, hojonalar. Xudo xolasa bugungi syomkalarimizga inshaalloh buqalarni chempionlaridan eng muhimi toza atko'rma variantidan kelgan toza rossiyskiy buqalarni video syomkasini qilamiz obunachilar. Bugungi kunimiz 27-aprel, haftaning dushanba sanasi 2026-yilda xudo xolasa syomkalarimizni boshladik obunachilar. Hop, kechki dasturlarimizga xudo xolasa buqalarni inshaalloh zo'rnar kutganmidingiz? Albatta sizlar uchun buqalarni zo'r syomkamizda xudo xolasa. Obunachilar bularning ma'lumotlarini xudo xolasa do'stimizdan olib berishga harakat qilamiz. Bular qachon keldi? Hop, 7-ishtisi, bo'ylari, barcha ma'lumotlarini xudo xolasa Abdurauf do'stimizdan olib bersak, bularning ma'lumotlarini, qani bo'lmasa so'z navbatini Abdurauf do'stimizga bersak obunachilar. Hop, assalomu alaykum. Telefon bilan band ekanlar. Charchamasdan. O'zbekizga qo'ydim, men telefon kelishni boshladi. Hop. Obunachilar, yashanglar, rahmat, podishani qilyapsizlar, charchamasdan. Akalar, buqalarni zo'rlanib kelganmiz. Podlisani bosib, podpiska bosmaganlar, So'roy bozorini kuzatishda davom etinglar. Instagramlaringizdan boshqasi ham xohlasa kuchaygandan kuchayapti. Martabasi bundan ulug' bo'lsin. Yaxshi mollarni, zo'r mollarni qo'shishda davom eting. Obunachilar ham kuzatishda davom etishdi. Iloyim. Hop. Bo'lmasa bularni bir qator aytaylik. Hozir telefon gaplashyap turganingizda 8 tasini ham bitta joyga qo'yganmiz deb aytdingiz, to'g'rimi? Lekin mollar ochiqni aytganda ideal narsa obunachilar. Bitta zo'rini olaman degan obunachiga mana tashqarida o'sha urug', ya'ni zot katasi yaqinladigan buqani ideali tashqarida turibdi obunachilar. Video oxirida. Birinchisiga mana bunday orqa boshini ko'ringlar. Mashalloh. Jonivor mana uni. Dahshat. Ko'ringlar. Bo'yini bitta o'lchaylik buni. Obunachilar maza qilsin. Hop. 1.31 ekan. 1.30 olsinmi? Obunachilar 1.30 li buqa, xudo xolasa bugungi syomkalarimizni kuzatib borib turgan bo'lsalar kerak, mollarda xudo xolasa chempionlari chiqyapti. Voy, zo'rini olinglar obunachilar, ochiqni aytganda zo'r pulga sotishsin. Xudo xolasa hashakini narxida qo'yib beraman, omonlik. Bo'laveradi, hop. Bu birinchi buqamiz 1.30 chiqyapti obunachilar. Ikkinchisini ko'ringlar. Ikkinchisi ham 1.20 omonlik. Mashalloh. Jonivor. Bu o'ta kuchli narsa ekan buni, baro. Jonivor. Ham juda 50 buqa. Hop, bu yoshoyligi ham bir bordir, bir u tish chiqarmagan, 1.5 yosh atrofida. 14 oy, 15 oy oldi. Orqasi 1 yashar. Ha, bo'laveradi, lekin gavdasi xudo xolasa har doimgidek o'ta go'zal obunachilar. Hop, undan keyingi variantimizga oyoq qo'lini ko'ringlar, uzunligini. Polvonligini ko'ring. Tomga to'sin bo'ladigan variant xudo xolasa. Bunligi sifati sostaniyasi. Turishga laykda bosinglar. Voyxlariga. Liniyasi ham haqiqatdan kelgan mol ekan, bor. Undan keyingisini ko'ringlar. Eng zo'r narsasi to'qol obunachilar. Hali sizdan ettisi bo'lmaydi. Bular bu zagonda yursa ham, xotirjam bir-biri bilan dushmasdan yursa ham, bo'laveradi. Xo'p. Rangi tozasi. Ana. Jonivor olsin, maza qilsin. Mo'minlik. Mashalloh. Obunachilar. Ham to'qol. Turmasdan narxini aytaymi? Xo'p. 8 ta qo'yaman. Mana. Hop, bu 6-inchisi bo'ldi. Hop. 7-inchisi. Bir yerga olamiz deysiz, Toshkentgacha 23 million 300 ming so'mdan bizga gardanimizda. Hop. Vodiy bo'ylabga 23 million narx qo'yaman. Hop. Yana savdosi bor. Barakasini bersin otangizga, rahmat. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa bu radradiga, ya'ni soniga 6-buqamiz, bu 7-buqamiz. 7-buqa ham bir o'zgacha. Ulardan yoshrog'i, lekin Sementala gibrid ekan mana. sementali gibrid mana. Kallalarni ko'ring. Mashalloh mana. Kipriga har doimgidek oq kiprik. Dedim bak qizil ola bo'lsa bo'ldi. To'g'ri. Lekin hali va sastanalar haliglari tortib qolgan. Mashalloh. Hop, bu 7-buqamiz, a? Hop. 7ni, ya'ni 8 tasini obunachilar, hop, 23 million so'mdan xudo xolasa beher ushamaydi. Hop, mana shu 7 tasini 7 tasi bir joyga. 7 tasi, ha. Bir joyga 23 million so'mdan yana kami bor, telefon qilsin beher ushamaydi. Buni bir jupini qo'yamiz. Buni bittasini qo'ydik, ana mana qilib hardirlab bordi. Hozir kelyapman deganimda sotib qo'ydi.
Bo'laveradi. Alloh barakasini bersin. Bularimiz 6 edi. O'tgan safargi videodan ko'rib kelishdi, eshitdim. Mana. Bozordan, Instagramdan ko'rib keldim deyishyapti, xudo xolasa Ana, jonlar. albatta. Mana ko'ring, usta yilligini. Ay, jonivor ey. Açıkligi ham, sifati ham o'ta dahshatli bu. Olsinlar zam qilishadi. Hop, bu qo'shversak bo'laveradi, Omonbek. Narxi yo, ola 8 ta olamiz deysa, narxini bilib o'zingiz qo'shib beraverasiz. Bo'laveradimi? kelishtirib beramiz. Omonbek o'zini bo'ladigan bo'lsa 23 million so'm kami bor, chiroyli yana kamini qilib beraman. Hop, bunisi-chi, bunisini. Buni o'zini olaman deysin, 20 million so'm kam bor Omonbek. 20 million so'mga beherish olmaydi. Yana kam. Mashalloh. Qadrli obunachilar, xudo xolasa telefon qilishga shoshilasizlar. Mana o'zlaring eshitib turibsizlar, molni soni ko'p edi, sotilib ketib qolyapti. Albatta sizlar ham yurib qolinglar. Endi bu yoqqa kelinglar, qarang. Hop, mana 7 tasini bitta joyga narxini aytdik-da. Misol kimdir bitta olaman deydi. Omonbek, mana menga qarang-ta. Mana yaxshi eslatib qo'yingiz. Endi bularning ichida tanlagan, qo'ygan, optimalda qo'ygan narximizga ham bermaganlar bor-da ichimizda. To'ppa to'g'ri. Zo'rini tanlab olamiz deysin. 1 million so'm plyusini berishadi. 23 million 23 million 300 ming qo'ydikmi? 24 million 300 ming so'mga zo'rini tanlashadi. 24,5 emas. Abdurov 1 million paslatdingmi mana? 1 million paslatdim, 1,5 million paslatib kamiga ham mol chiqartirib beradi. 22 millionga. 22 million so'mga ham Barakasini bersin, otangizga rahmat. Hop, hurmatli obunachilar, xudo xolasa, buqalarimiz yaxshi, o'ta go'zal holatda. Eng muhimi, yebicharaga bir hafta garantiyasi bor. Obunachilar 35 millionga mol oldingiz aytaylik. Yemasa ichmasa u ochiqni aytganda 15 millionga ham qimmat. Lekin 20 million so'mga yaxshi buqa oling, yebichari o'ta go'zal buqa oling va 35 million, kerak bo'lsa 40 millionni yeb ichib tursa kayfini beradi. Albatta telefon qilishga shoshilasizlar. Biz bo'lmasa mana shu yerda tashqaridagi bitta zot yo'nalishiga tavsiya qilinadigan buqani video syomkasini ko'rsatamiz. Orqa boshini ko'ringlar, nima deyapti? Bu yoshoyligi qanaqa buni? Omonbek yoshoyligi 1 yoshga bormagan hali. 10 oylik atrofida. Buqalar kelgan sana. O'ylari ham 127 ga olib ko'radi. Lekin orqalarni. Yoshi ham yosh, mana. Orqasi tikka buqani. Ko'rinib turibdi. Oldin orqasi tikka. Voy jonivor, ko'ringlar. Avvalo hamma har xil boqsin, lekin bu mol so'yg'ani bor. To'ppa to'g'ri, o'val. 5 ta aka mana hoji aka, 5 ta sigiringiz bor, o'ylang, sigiringiz. 5 ta sigiringiz bor. Hali urib qo'yyapman, mol qochiryapman deb O'xshamayapti. 300 ming, 500 ming pulons ketyapti. Bitta mana zo'rini olib qo'ying. Bundan tug'ilgan buqa tug'ilsa bo'ldi. $1000, $1,500, $2000 qilib. To'ppa to'g'ri, mana. Bitta narsada shaytiga obunachilar mana. Oyog'ini ko'ringlar. Tuyog'i ham oq kamiga. Bu mana yoshligi mana yaqqol bilinib turibdi mana. Bu taraflari hali ajramaganda. Ko'ringlar, ey. Yaxshi narsa olinglar aytayapman-ku. Yaxshi pulga sotasizlar. Qo'yam, yosh bola ham Buxoroda qolgan. Lekin unaqa sho'xmas ekan, ba'ziga para zotga tortadi-yu. Ko'ringlar, ey, mashalloh. Hop, 127 bo'ylari. Yoshoyligi ham 1,5 yoshga yetmagan. Yetmagan bu 1 yoshga ham bormagan. Mashalloh, obunachilar, ey. Ko'ringlar, mazza qiling. Ha. Omonbek, xudo xolasa, aytayapman, avvalo zotga olsin. Bo'lmasa ham agar buni yaxshi semirtiraman degan akalarimiz ham xolasa foydani qilishadi. Endi 22 million, 23 million, 24 million qanaqa buqa olyapsizlar? To'ppa to'g'ri. Metrli buqani, shved buqani ham u polonlar haydayapti. Omonbek narxini 27 million so'm uylariga kirib boradi, beherish olmaydi. 127 bo'ylari, narxi ham 27 million. Otangizga rahmat. O'tib ham beraman yana. Xo'p. Qadrli obunachilarimiz, albatta zot yo'nalishiga buqa izlayapsiz. Lekin qayerdan qanaqa buqa olishni sezmayapsizmi? Albatta sizlar uchun buni yechimini inshaalloh topdik. Abdurov do'stimizga darhol aloqaga chiqib olasizlar. Mana eng bitta narsasini ko'rsataman, ana. Tumshig'ini ko'ringlar, ey. Mashalloh. Allasi ham ko'bra. Omonbek, meni pulim ozroq. Hop. Kichiklardan keladigan obunachilarimizlar ham kichiklar. Undan kichkina variantlari ham bor. Ko'lari bor. Bo'laveradi, hop. Ay jonivor. Kachoqchan. Zulliga sifati ham hamma yo'g'i joyida mana buni ko'ring. Bo'ylari ham 1 metr.
Shularni uklasi deb hisoblayman. Pulim Ukalar. Alisi maza qilsin. 15 million 500 ming so'm oylari kirib boradi, Amondek. 15 million 15 million 500 ming so'mga. bo'laveradi, hop. Obunachilar, xudo xolasa 15 million 500 ming so'mga mana shu buqa sizniki bo'lishi mumkin. Ana nima degancha, xudo xolasa bu buqa ham kuzga borib, shularni qatoriga kiradigan buqa bo'ladi, xudo xolasa. Mana o'zini ko'rsin. Shveddan boqaman degan kelamiz. 16 million 500 ming so'mga uyingizga kirib boradi. Endi bularga hali osmon narxi kerak. Maqsadimiz sotish. To'ppa-to'g'ri. 16 million 16 million 500 ming so'm. 500 ming so'm. Qilsin. bo'laveradi. Obunachilar, albatta So'roy bozoridan chiqdik degan obunachiga bexerish bormi? Telefon qilsang, xudo xolasa, kami bo'ladi, xeyri bo'ladi. Bo'laveradi. Bu Amondek mo'monimiz sotildi hozir anjomlar. Anja SAPga sotildi. Xo'p, barakasi bo'lgan joyda obunachilar, sizlar ham darhol o'rgirib qolinglar. Mol yetmay qolishi mumkin. Telefon qilishga shoshilaverasizlar. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.